Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, gulga qiziquvchi opa-singillarim, dugonajonlarim. Hamma yaxshimi? Hammani hayit bayramlari bilan tabriklayman. Hamda hovlimizdagi bir-birodan chiroyli gullar go'zalliklaridan bahramand bo'lishlaringizni xohlayman. Hammalaringizga mana shu go'zalliklarni ulashni istayman. Mana bir-birodan chiroyli gullarimiz yomg'irgayam yashil bo'lib ajoyib bo'lib turibdi. Salbiyalar bir donadan gul edi olib kelganimda, yonidan 4 talab shox chiqardi. Eski roza gullab bo'lib yana bunchalar o'zi kichkinagina verbinalar. Men oralariga girangillarini ekkanman, kichkinagina shoxchalarini. Mana maydagina. Bunchachasi bor, tomiri bor. O'zim qishda qalamcha qilganman. Suvgullarni mana ariq yoqalariga ekkanman. Suvgullar xilma-xil ranglari. Ariq yoqasida. Mana bu yerda chinni gullar ham bor. Katarantis. Filmda shoxim tiqib qo'ysam bunchalar tomiri bor. Necha yildadir gullaydi deydi. Mana shu bel sindirib tiqdim. Mana bunchasi bor, tomiri bor film gulini. Chinni gulimiz. Kechagi sellarni ko'lmagi hali turibdi mana ariqda. Yana yomg'ir tomchilayapti. Zina gulimiz ham bunchalardi. Orasida atir gullar ham bor. Karlikoy maydachalar. Mana verbena guli. Bochka gulimiz. Bir gullab bo'lib yana gullayapti. Yeran gullarimiz. Oqi, gulabsi. Kalalar yerlarga ekib tashlaganman. Yelyani. Ampirtik ham yerga ekkanman. Guzmaniyani kelinim tadarka qiluvdi. Gullab bo'ldi. Buni birinchi marta o'stirishim. Mana yana tagidan yangi shox chiqargan. Lekin kovlab ko'rganim yo'q. Hamma narsa Allohdan. O'sirsin qani nima bo'lar ekan? Ana shoxchasi. Bu yerda ham gullar bor. Gullab dam oldi. Qo'ng'iroq gulimiz. Evning gullari. Zinalar bu yerlarga ham ekilgan. O'rmon guli binafshalar. Mana bu daraxtga o'rib ketadi. Endi gullaydi. Kecha gilos tergan, bu yerda mana shoxlari